Assalomu alaykum Toshkent Sport obunachilari. Mana bugun 2026-yil 17 martmi shunda. Ko'ringlar, men o'zimizni anchadan bir videolarni chiqarmayotgan edim, endi o'tkalarni. Tuxumlari sotilyapti obunachilar 5000 so'mdan. Agar obunachilar kerak bo'ladigan bo'lsa, tuxumlar ham ko'p. Juda ham ko'p. Mana bunaqa yemlardan berganmiz, to'la hammasi. Mashining o'ziga 15 kilo ketib qoladi. Mana qo'lga yurib keldik. Juda ham zo'r, ko'p, haqiqatan ham yaxshi ish ekan. 15 minut nari berasa bilan vaqtingiz ketadi, zato tepalarda ham mana yeyishyapti. Tuxumlar ko'p, jo'ja, lekin sovuq tushganning hisobiga jo'jalar ochilishi juda ham sekin, tez anaqa bo'lib qoldi. Sekinlashyapti. Va men ikkalasi 2 kundan beri shunaqa urishadi, hamma joyini qarab. Yana urishmasa bo'ldi turmas. Obbo, boshladi. Bittasi qochuvdi. Qochgan ekan. Yana kelamiz. Shunaqa gaplar obunachilar, kommentariyada yozib boringlar. Nimagadir bu yil sovuq juda ham ta'sir qildi bu yil. Bitta endi o'tgan mazgina qolibdi, o'lib qoladi deyishga. Ana gipsa kartonning tagida qolib ketgan. Mana. O'tish jarayoni deydi. Lekin ikkita endi o'tgan turib ketdi tuxumdan. Jo'ja ochish kerak edi, ikkalasi ham turib ketdi. Shunaqa gaplar. Juda ham zo'r. Yaqin kunlarda sotishimiz ham ehtimoli bor. Chunki uyimizni remont qilamiz, endi o'tkalarni sotishimiz mumkin. Endi kun sovuq ketyapti-yu, o'sha kun sigan bo'lganda jo'jalariga ham rosa xaridorlarimiz ko'paydi. Yana nima qilishyapti bular? Obbo. Hozir YouTube'ga syomka qilishga vaqt bo'lmayapti, chunki bozorlarimizni yurg'izamiz, o'shaning hisobiga ham umuman vaqt bo'lmayapti, ishonchinglar. Ham uyim remont ketyapti, ham bozorimni yurg'izamiz. Ochyapmiz. O'shaning hisobiga ham shunaqa qiyin bo'lyapti. Hech bir vaqt ajratish bo'lmayapti shunda. Tuxumlarni kunlar pastidan kurk bo'lib yotganlari ham bor. Hamma joy bir balo. Men ancha katta bo'lib ketdi, 110 ming so'mga oldim. Qanoti nimaga bunaqa raketa hayronman. Xudo xolasa turli bo'lyapti. Mana mazza qilib qarang, sog'inishganda, chunki quruq yo'q deb o'tdi. Boshlandi ijod.
yomon o'sha ikkinchisiga harakat qilyapti bu. Ko'rasizlar. Ham boradida o'zi ustida to'g'ri soladi. Yomon krisa bor emas. Na o'zi bosmaydi bu. Mana yetdimi? O'zi bosmaydi plos. Mani cho'ntagimga zararda bu. Bundan ham xabar olish kerak. Ha. Voy, tuxumlarni otib tashlashdi-yu, tuxum qo'yganimi bu? Yangi tuxum qo'ygan ekan shakina, yangi tuxum qo'ygan ekan. Men bilgan tuxum qo'yib tashlashdi-yu. Anchadan beri ko'rmayotgandim. Mana. Ha. Oyog'i yaxshi emas. Mana yotibdi. Kötü bu mu açmayapti? Bu onayni ham nimagadir ochmayapti bu. O'shaning cho'q tashiydi. Nega umuman ochmayapti? Yo'q, kun sovuq bo'lganiga haqiqatan cho'zilib ketyapti. Men 7-fevralda yotgan edi. 37 kun bo'ldi o'zimi? Yo 40 kun bo'ldi. Bitta bo'lsa ham ochgan bo'lganda. Shu nima bu? Qo'lim cho'q tashyapti. Hanta ham bor edi, ikkitasi turib ketdi. Mana manyolargacha tuxum tashlashgan ey. Obbo. Mashqdan turib ketdi. Manyoda bosib yotibdi. Mana hammasidan turib ketdi. Bosayotgan joyida. Shunaqa gaplar. Yana bittasi yotibdi. Ikkitalab bosib yotibdi. Barani ushayapti-da. Mani ham bosatdi, mani ham bosatdi. Kelasiz. Bosgani bilan mayli-ku, yaxshi-yu, lekin tuxum jarayonidan ekan-da, qanaqasi. Bu yerda kurk jarayon ekan. Shunaqa. Mana. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir vaqtimiz bo'lgan paytda videolar chiqarib turamiz, xudo xolasa. Hozirgi paytda ozgina aytaman, biznes bilan ovora bo'lib qilmayapti. 3 donasi kurk bo'lib yotdi. Hozir sovuqda bile kurk bo'lmas ekan, shunisi bor ekan.
Ayni obunani boshi esinglardan chiqmasin, like boshi esinglardan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat. Kelayotgan hayitinglar bilan tabriklayman hammanglarni.